O'zbekiston demografiyasini qilishga qaror qildim. Demografiya nima? Bu bola tug'ilish. Birinchi katta pluslardan biri bu farzandlaringiz katta bo'ladi, siz esa yosh bo'lasiz. Ya'ni уже 35-40 yoshga farzandlaringiz katta bo'ladi, o'zi xotini va erlari bo'ladi, siz esa chiroyli, yosh, o'ziga qaragan, cho'tki ayol bo'lib yurasiz, xudo xohlasa. Ikkinchisi, farzandingizni hamma tepaslarini birga ko'rasiz. Ya'ni masalan 50-40 yoshga tug'sangiz, to bolalaringiz bilan bo'lish strogiy chiroq bo'ladi. 20 yoshda, 18 yoshda, 25 yoshda tug'sangiz, to farzandlaringizni hamma uylanishi, bolali bo'lishi, nevarali bo'lishlarini ko'rish ehtimolingiz ko'payadi. Uchinchisi, guvohlik tug'sangiz, yosh bo'lib 18-25 yoshgacha bir nechta farzandli bo'lsangiz, to organizmingiz tiklanishi tezroq bo'ladi. Ya'ni 40 yoshda tug'sangiz, qiyinlashib ketadi, figuringizga, formangizga qaytishga va organizm tiklanishiga. Keyingi katta plusi, bemalol ishlayotganingizda, biznes qurayotganingizda уже bo'ldi, oila qurishim kerak, bolali bo'lishim kerak, katta qilishim kerak degan muammo miyalaringizdan chiqib ketadi. Ya'ni farzandingiz alhamdulillah endi yaxshi tarbiya va obrazovание bersangiz yetarli. Meni ikkita qora qoshlarim, o'zim planim pakashda bajardim. Bittasi o'g'il, bittasi qiz. Alhamdulillah, ikkita qiz, ikkita o'g'il bo'lsa ham xafa bo'lmasdim. Allohim bergan ne'matlarim. Xudo xolisa 5 yildan keyin yana uchinchisi inshaalloh rejalashtiraman. No pakashda hozir yetadi ikkitasi. No, ona bo'lish juda ham katta baxt. Qiyin, juda ham qiyin bolalarga qarash, asablaringiz rosa ko'p ketadi. No, ozgina sabr qilib bersangiz, 4-5 yil sabr qilib bersangiz, уже xudo xohlasa bog'cha chiqqandan keyin ancha yengillik. Kommentariyaga yozing, yana qanaqa pluslarni esdan chiqarasiz. Siz nechta farzandning onasiz? Kommentariyaga yozing.